Assalomu alaykum. Mening ismim Behzod. Men Xitoydan mahsulot buyurtma qilish va uni O'zbekistonga olib kelish bo'yicha 6 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisman. Juda ko'p mijozlarimizdan kelgan taklif va shikoyatlarga ko'ra, biz Xitoy bozoridagi mashhur ilovalar Tabo, Ural 88, Pinduoduo, Alipay, Poizon, WeChat kabi ilovalarni qanday qilib foydalanish va ulardagi sotuvchilar bilan muzokaralar olib borish haqida darslik tayyorladik. Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Bu darslarimiz 3 ta moduldan tashkil topgan. Birinchi modulimiz o'zini shaxsiy ehtiyoji uchun mahsulot buyurtma qiluvchilar uchun. Ikkinchi modulimiz esa Xitoydan ulgurji mahsulotlar sotib olib, uni O'zbekistonga olib kelib, Uzumda yoki Instagramda yoki Telegramda bo'lsin, har xil platformalarda sotib savdo qiluvchilar uchun. Uchinchi modulimiz esa Xitoydan faqatgina brend mahsulotlarni sotib olib, uni O'zbekistonga olib kelib, xoh o'zini shaxsiy ehtiyoji uchun, xoh savdo uchun ishlatuvchilar uchun. Endi bir savol tug'iladi. Ikkinchi modul bilan uchinchi modulning farqi nimada? Ikkinchi modulimizda siz Xitoydagi optim bozorlarni o'rganasiz. Optim ishlab chiqaruvchilarni va mahsulot yetkazib beruvchilarni topishni o'rganasiz, mahsulotni sotib olasiz, olib kelasiz. Bunda brend degan narsa yo'q. Ya'ni siz istalgan turdagi mahsulotni olishingiz mumkin. Uchinchi modulda esa aynan brend mahsulotlar. Oyoq kiyim bo'ladimi, kepka bo'ladimi yoki futbolka bo'ladimi, aynan brend mahsulotlarni o'rganasiz. Uchinchi modulimizda shu brend mahsulotlar bilan ishlaydigan modulimizda sizga WeChat ilovasi o'rgatiladi va WeChatdagi o'sha topishingiz mumkin bo'lgan Xitoydagi 10 mingdan ortiq yetkazib beruvchi, brend mahsulotlarini yetkazib beruvchilarni kontaktlari beriladi sizga. Va Poizon ilovasi o'rgatiladi. Poizon ilovasida ham faqat brend mahsulotlar. Va Pinduoduo ilovasi o'rgatiladi. Bu Pinduoduo ilovasidan qanday qilib brend mahsulotlarni topishni va ishlab chiqaruvchi yo magazin bilan gaplashib, ana shu mahsulotni sotib olishni o'rgatiladi. Ikkinchi, uchinchi modulning farqi shunda. Siz birinchi modulni o'rganib, o'zingiz shaxsiy ehtiyojingiz uchun mahsulot olib kelib, uni sifati yaxshi, narxi arzon tushdi. Endi shu narsani agar 10 ta olib kelsam yoki 100 ta olib kelsam qanaqa bo'ladi? Birinchi modulni fundamentida ikkinchi va uchinchi modul orqali o'zingizni shaxsiy onlayn biznesingizga ham asos solsangiz bo'ladi shu orqali. Juda ko'pchilik bizdan o'rganadi. WeChat yoki 1088 ilovalarini va mana shu ilovalar orqali o'zlarini shaxsiy bizneslarini rivojlantirishadi. Misol uchun Toshkentda va viloyatlarda juda ko'p savdogarlar bor. Bularga biz o'zimiz Xitoydan ulgurji ko'p hajmda mahsulotlarni olishni o'rgatganmiz va ularni magazinlarni ko'p mahsulotlar bilan to'ldirib berganmiz. Ya'ni o'zimizda topishingiz qiyin bo'lgan mahsulotlarni birinchilardan bo'lib, yangi chiqqan mahsulotlarni Xitoydan olib, birinchilardan olib kelib sotishingiz imkoniyatingiz bo'ladi. Nafaqat offlayn do'koningizda, balki kichik hajmdagi o'zingizni onlayn do'koningizga ham asos solsangiz bo'ladi. Bizda shunaqa mijozlarimiz bor. Boshida yangi ish boshlaganimizda o'zlari uchun mahsulot buyurtma qilib yurishardi. Hozirgi kunda katta hajmda yuklarni buyurtma qilishadi va o'zlarini internet magazinlari orqali olib kelishadi. Eng asosiysi bu onlayn biznesda Xitoy bilan ishlashda siz o'zingizni pulingizga mahsulot olib kelmaslik imkoniyatingiz bor. Ya'ni sizdan katta pul talab qilinmasligi mumkin. Siz yaxshilab mahsulot buyurtma qilishni o'rgandingiz, ishlab chiqaruvchi bilan gaplashishni o'rgandingiz, mahsulotni olib kelishga yaxshi kargo kompaniyasi bilan gaplashdingiz. Endi ana shu mahsulotni siz bilgan ilmlarni bilmagan odamga o'zingiz bilmingiz orqali servisingizni sotishingiz mumkin. Hozirgi kunda o'zimizni tanishlarimiz bor ko'p. Bizga mijozlar chiqadi. Mahsulotni o'zingiz buyurtma qilib olib kelib bering. Biz shu bizdan ilm olib o'rganganlarga yuboramiz. Ular qanchadir foiz, ya'ni o'zini
ishiga qanchadir foiz oladi tannarxdan. Deylik 1% yoki 5% yoki 10% summani katta kichikligiga qarab haq oladi va mana shu mahsulotlarni buyurtma qilib olib kelib beradi. O'rtada o'zi qanchadir summa oladi shu xizmatiga. Siz mana shu modullar orqali o'zingiz biznesingizdan tashqari boshqa bizneslarga ham mahsulotlarni olib kelib berib, yetkazib berib turishingiz mumkin. Misol uchun, bizni telefon zapchaslari bilan shug'ullanadigan, kompyuter zapchaslari bilan shug'ullanadigan, keyin optim xozayственный tovarlar sotadigan mijozlarimiz bor. Bular o'zlari shu bizdan kurslarni sotib olib o'rgangan, shu mayda chuyda ikir-chikirlarigacha o'rganib, bugungi kunda o'zlari Xitoydan optim mahsulotlarni sotib oladi. Birinchi qo'l bo'lib boshqa hamkasblariga mana shu mahsulotlarni sotadi. O'zi sotadi. Xitoydan arzon oladi va olib kelib o'zi boshqalarga tarqatib beradi. Ya'ni ularga qo'shimcha daromad manbai sifatida bu narsa xizmat qiladi. Keyin yana bir ikkinchi modulimiz ichida bo'limimiz bor. Bu sizga optim ulgurji mahsulotni Xitoydan o'zimiz topib beramiz. Ya'ni biz u yoqda ishonchli vakillarimiz bor. Ular siz o'rningizga aytgan joyga borib, mahsulotingizni ko'rib, qadoqlab, tayyorlab, upakovka qilib yuboradi. Yaqinda bir mijozimizga shu kunlarda bo'ldi, 10 mingta qishki pechka buyurtma qilib berdik. Xudo xolasa yaqinda keladi. Yana bir mijozimizga Samarqandga kolyaska, yig'ma kolyaska buyurtma qildik. Bular ham keladi. O'zimizning Xitoydagi shu vakillarimiz sizni nomingizdan zavod bilan gaplashadi, переговор qiladi, mahsulotingizni sotib oladi va biz olib kelib beramiz. Siz mana shu modullar orqali bemalol noldan boshlab o'zingizning katta biznesingizgacha bo'lgan jarayonni, to'liq Xitoy bilan ishlashdagi jarayonni biz orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Va qo'shimchasiga, agarda siz sotib olgan mahsulotingizni SMM orqali, Target orqali, platformalarda, ya'ni ilovalar orqali sotmoqchi bo'lsangiz, biz tomonimizdan qo'llab-quvvatlash xizmatimiz ham mavjud. Sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan birinchi ilovamiz Tabo ilovasi hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bizda hozir uzum ilovasi juda ham mashhurlashyapti. Hamma joyga kirib bordi deyarli. Tabo ham Xitoydagi xuddi shunaqa hamma joyga kirib borgan ilovalardan biri. Tabo ilovasini o'rnatishimiz uchun o'zimizga bitta O'zbekiston telefon nomeri kerak bo'ladi. U boshqa davlatniki bo'lsa ham bo'ladi. Faqat SMS kelish kerak va o'zimizga shaxsiy akkaunt yaratib olishimiz kerak bo'ladi. O'zimizning nomerimiz orqali akkauntimizni yaratib olganimizdan keyin Tabo ilovasiga kiramiz va Tabo ilovasining ustunlik tarafidan biri Visa karta orqali ham bemalol to'lov qilish imkoniyati borligi. Deylik 1688 ilovasi bor. Bu Visa kartani umuman qabul qilmaydi. Faqat Alipay orqali yuan pul birligini qabul qiladi. Misol uchun, siz o'zingizning shaxsiy ehtiyojingiz uchun mahsulot sotib olmoqchisiz. Ya'ni biznes uchun emas, uni orqasidan katta foyda qilish uchun emas. Sizga Tabo ilovasini o'zi yetadi. Unga qo'shimcha ravishda Pinduoduo ilovasi bor. Pinduoduo ilovasi ham xuddi shunaqa. Faqat Tabo bilan Pinduoduoni bir-biridan ko'zga ko'rinadigan, yaqqol tashlanadigan bitta tomoni, Pinduoduo ilovasida brend mahsulotlarni ko'proq topa olasiz. Taboga nisbatan. Pinduoduo ilovasini foydalanish birozgina osonroq Taboga nisbatan. Endi agar siz Tabodan ko'p foydalangan bo'lsangiz, Tabo yaxshi. Lekin Pinduoduodan doimiy foydalanganlar uchun Pinduoduo. Tabo ilovasiga qaytadigan bo'lsak, o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotni, assortimentini ko'p sotib oladigan bo'lsangiz, sizga magazin chegirmalarini ko'proq qilib beradi. Boshqa ilovalarga nisbatan. To'g'ri, 1688 da ham optimchilar, asosiy ulgurji mahsulot sotadiganlar, ishlab chiqaruvchilar, zavodlar bor postavchilarga nisbatan. Lekin ayrim holatlarda o'zimiz tajribamizdan ko'rinadi, 1688 dan sotib olgan mahsulotimizdan ko'ra Tabo ilovasidan sotib olgan mahsulotimiz ancha arzon tushgan. Yaqinda bitta mijozimizga qurilishda ishlatiladigan har xil jihozlarni, zapchaslari bilan shug'ullanar ekan, u kishiga biz mahsulot qidirgan paytimizda shunaqa vaziyat bo'ldiki,
U kishi 1688 ni taklif qildi, lekin ko'rdik, undan ko'ra Tabodagi topgan magazinimiz, podstavchigimiz bizga ancha arzon qilib berdi. Aynan o'sha mahsulotni. Xuddi shunday, agar siz Tabodan foydalanadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda e'tibor berishingiz kerak, qolgan ilovalarga ham solishtirishga. Endi siz o'zingizni shaxsiy ehtiyojingiz uchun mahsulot sotib olmoqchisiz. Misol uchun, oilangiz uchun Xitoyda nimadir yangilik chiqqan, o'sha narsa O'zbekistonga hali kirib kelmadi. Endi siz o'sha narsani birinchilardan bo'lib foydalanib ko'rmoqchisiz. Yoki o'zingiz qidirgan mahsulotni o'zimizni bozorlardan topa olmadingiz. Taboda bitta qulaylik borki, siz o'zingiz qidirgan mahsulotingizni nomi bilan qidirishingiz shart emas. Sizda aynan o'sha mahsulotni rasmi bo'lsa bo'ldi. Yoki qo'lingizda turgan birorta buyum bo'lsa bo'ldi. Skaner orqali shundoq rasmga olasiz, sizga avtomatik u mahsulotni nechta magazinda bo'lsa hammasini ko'rsatib beradi. O'zingizga qulay bo'lgan birorta magazinni topasiz, mahsulotni bemalol sotib olasiz. Endi podstavchiklar bilan gaplashishda ham o'zini qonun qoidalari bor. Ya'ni osonroq ishingiz bitishi uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda mahsulot sotib olayotgan paytingizda bir nechta magazinlarni solishtirasiz bir-biriga. Ya'ni qaysi birida ko'proq sotib olindi, qaysi biriga ko'proq yaxshi atzev berildi, qaysi biri narxi pastroq. Kirib ko'rganingizda eng ko'p sotib olingani va sizga yozishadigan joyi bor, pastda chati, o'sha joyida eng tez javob bergani va eng yaxshi atzev qoldirgandan olganingiz yaxshi. Narxi o'ta past bo'lmasligi mumkin yoki o'ta baland bo'lmasligi, o'rtacha bo'lishi mumkin. Lekin eng ishonchligi sizga vaqtida javob beradi, botlar javob bermaydi. Ko'p odam sotib olgan bo'ladi. Yana bitta tomoni atzevlarni, ya'ni iliq fikrlarni ko'p qoldirgan bo'ladi. Mana shu tomonlarga yaxshilab qarashingiz kerak bo'ladi. Endi bularni o'rganib chiqqaningizdan keyin sizga Xitoydagi mahsulotni sotib olishingizda, O'zbekistonga olib kelishingizda kargo logistika kompaniyasi kerak bo'ladi. Misol uchun siz tovarni sotib oldingiz, sotib olgan tovaringiz, deylik, notebook oldingiz yoki birorta o'zingizga kiyim oldingiz, sumka oldingiz. U tovarni sizga Xitoydagi ishlab chiqaruvchi to'g'ridan to'g'ri jo'natmaydi. U Xitoy ichida siz aytgan manzilga yetkazib bera oladi. Endi siz o'sha mahsulotni sotib olishingiz uchun sizga podstavchikka yordamchi kargo yoki logistika kompaniyasi kerak. Podstavchik, ya'ni o'rtadagi odam, shu yetkazib beruvchi. Kargo kompaniyasi bilan magazinni o'rtasidagi. Mahsulotni siz sotib olishingizdan oldin kargo kompaniyasi, ishonchli kargo kompaniyasini topishingiz kerak. Ishonchli kargo kompaniyasini topganingizdan keyin ana shu kargo kompaniyani Xitoydagi manzilini va sizga tegishli bo'lgan ID raqamini olishingiz kerak. Bu manzil bilan ID raqam nima uchun kerak? Siz mahsulot buyurtma qilganingizda ana shu manzilga borishligi, ya'ni ishlab chiqaruvchi yoki magazin tovarni ana shu manzilga yetkazib berish uchun, ID raqam esa mahsulot sizga tegishliligini bilib olish uchun. Shu yerda bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Xitoy bilan endi ishlamoqchi bo'lganlar, terminlar va bu yerda gapirayotgan gaplarimni ko'piga tushunmay qolayotgan bo'lishi mumkin. Oldindan ishlab kelgan yoki avvaldan mijoz bo'lganlar bu narsalarni tushunib boradi. Bu hozir gapirayotgan platformalarimiz haqidagi hamma jarayon amaliyotda sizlarga to'liq alohida video ko'rinishida tushuntirib boriladi. Hozir bu videomiz nazariy, amaliyotda xudo xolasa qolganlarini ko'rib chiqamiz. Endi siz ishonchli kargo kompaniyasidan ID oldingiz, manzil oldingiz, uni o'zingiz registratsiya qilgan akkauntingizga kiritdingiz va shu yerda sizga kerak bo'ladi to'lov usuli. U xoh Alipay, Pinduoduo bo'lsin, xoh Tabo bo'lsin. To'lov usulini o'z ixtiyoringizga ko'ra tanlaysiz. Misol uchun kimdirga vizadan to'lov qilish qulayroq, kimgadir Alipay orqali to'lov qilishga qulay. Alipay orqali to'lov qilganingizda sizga muammo emas, endi bitta to'siqqa duch kelishingiz mumkin. Ishonchli yuan topish masalasi. Xitoydagi juda ko'p hozir insonlar yuan bilan muomala qilish ommalashgandan keyin boshqa davlatlarda ham Xitoydan mahsulot buyurtma qilayotganda
firibgarliklarga uchrab qolyapti. Ya'ni buni yuvilgan yuan deydi. Siz kimnidir akkauntidan o'g'irlangan yuanni sizga tashab beradi va siz ana shu yuan orqali o'zingizni shaxsiy akkauntingizdagi pullaringizni ham bloklab qo'yadi. Bu hech qachon ochilmasligi mumkin. Yaqinda bir sherigimiz $33,000 yuan muzlab qolgan akkauntida. Endi uni mutlaqo yechib olishni imkoni yo'q. Yana bir kishi $11,000 ga uchragan. O'zimizda ham bo'lgan $200, $300. Endi katta summada bo'lmasa ham o'zimiz tajribamizda ham shunaqa holatlar kuzatilgan. Endi bunda nima qilish kerak? O'zingiz anchadan beri kuzatayotgan ishonchli kargo kompaniyasini yuan bilan ta'minlab beradigan, pul bilan ta'minlab beradigan odamlari bo'ladi. Ular sizga Xitoydagi toza yuanni yetkazib berishga xizmat qiladi. Ya'ni buni ham uzoq tajriba va ishonchlilik darajasiga qarab olishingiz kerak bo'ladi. Endi siz mahsulotni buyurtma qilishni boshladingiz. To'lov usulini deylik Visa karta orqali yoki Alipay orqali qildingiz. Mahsulotingizni tanladingiz, bitta sumka sotib oldingiz. Uni o'sha kargo kompaniyasini ofisiga, ya'ni Xitoydagi skladiga jo'natdingiz. Endi har bir jarayonni kuzatib borishingiz kerak. Nimaga? Chunki magazin sizga mahsulotni 3 kundan ortiq chiqarmasa, maksimal 3 kun. 3 kundan ortiq chiqarmasa, unga shikoyat yozasiz yoki mahsulotingizni atkaz qilib, ya'ni bekor qilib qaytarib olasiz. Bu qaytarib olish bo'yicha ham sizga nazariy video qo'llanmani pastda yuboramiz. Mana shu video qo'llanma orqali qaytarib olsangiz ham bo'ladi. Endi mahsulotingizni chiqarmadi deylik, birinchi muammo. Qanaqa qilib u bilan gaplashasiz? Misol uchun ayrim magazinlar o'zi sizga xabar yuboradi. Bu mahsulotni sotib ol, qaytarib ol. Men sotib olmasligingni taklif qilaman. Ya'ni bizda qolmadi. Yoki sabr qil, ya'ni kutib tur. Men senga bir haftada, 10 kunda yetkazib beraman. Imkon qadar biz boshqa mamlakatda bo'lganligimiz uchun bu narsani kutmasligingizni taklif qilamiz. Sababi siz 3 kundan ortiq tovaringiz chiqarmadimi? 3 kundan ortiq yo'lga chiqmayaptimi? Bo'ldi. Bekor qilib pulingizni qaytarib oling. Yukingiz chiqdi-yu, yo'lga chiqib ketdi-yu, lekin qaydadir muzlab qolib ketdi. Yana tezlik bilan magazinga qayta yozishingizni iltimos qilamiz. Ya'ni kuryer bilan bog'lan, menga mahsulotni nima uchun 3 kundan beri yoki 2 kundan beri bitta joyda qotib turibdi, sababini so'ra. Xo'p, uni ham sizga sababini aytdi. Mahsulot yana yurib ketdi. Tovaringiz Xitoy omborimizga yetib bordi. Ya'ni kargo kompaniyasini Xitoydagi manziliga yetib bordi. Endi mahsulot yetib borgandan keyin ana shu kargo kompaniyasini Telegramida boti bo'ladi yoki veb sayti bo'ladi. Sizni har bitta mahsulotingizni 8 xona, 11 xona, 13 xona, 14 xonalik kodlari bo'ladi. Boshida 2 xonali yoki 3 xonali harf, u yog'i kod, ya'ni raqam. Har bitta mahsulotning alohida bo'ladi. 10 mingta mahsulot bo'lsa, 10 mingta mahsulotniki 10 ming xil bo'ladi. Bir xil bo'lmaydi, ikkita bir xil bo'lib qolmaydi. Agarda siz bitta magazindan ikkita tovar sotib olgan bo'lsangiz, bir xil bo'lishi mumkin. Lekin misol uchun 150-mijoz bilan 1,5 mingchi mijozni ikkalasini trek raqami hech qachon bir xil bo'lib qolmaydi. Aynan sizni o'zingizga individual yondashgan holatda alohida mahsulotingiz uchun trek raqam chiqariladi. Ana shu trek raqamini olasiz. Trek raqam olish va uni bot yoki saytdan ko'rish bo'yicha ham video qo'llanmani pastda joylaymiz, uni ham ko'rib chiqasiz. Ana shu video orqali siz trek raqamni olishni o'rgandingiz, trek raqamini oldingiz, mahsulotni trek raqamini olib botga joyladingiz. Botga joylaganingizdan keyin bir kunda chiqmasligi mumkin, chunki borgan tovar sirasi joylanmasligi mumkin kargo kompaniyasi tomonidan. 2 kun yoki 3 kunda joylanishi mumkin. 2-3 kunda ham chiqmasa, yetib bordi deb galchka ko'rsatdi, lekin mahsulot hali botda yoki saytda ko'rinmayapti. Endi unda nima qilish kerak? Bunda siz kargo kompaniyasiga iltimos qilasiz. Mahsulotim yetib borganiga 3 kun bo'ldi, chiqmadi botdan. Kargo kompaniyasining o'zini bazasidan ko'rib beradi. Agar bazada chiqmagan bo'lsa, mahsulotingiz hali yetib bormagan bo'ladi. Garchi galchka chiqsa ham. Shunaqa holatlar bo'ldi. O'zimiz tajribamizdan ko'rindi. Mahsulotni kuryer umuman boshqa joyga tashab ketgan.
Ya'ni bizni ko'chamizdan boshqa ko'chaga tashlab ketib yuborgan, biz kuryer orqali bog'lanib, magazin orqali bog'langanda u boshqa joyda manzilni beryapti. Biz borib olib kelgan paytlarimiz ham bo'ldi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Agar magazinchidan so'radingiz, yo yetkazib berdim men kargoga dedi, galchka rostdan chiqib turibdi. Endi bu holatda siz magazinga yozasiz, menga yetkazib berganliging haqidagi birinchi o'rinda imzo bo'ladi. Ya'ni sizning mahsulotingiz borganda imzo bilan olib qolinadi. Kargo kompaniyasini Xitoydagi skladida. Imzo u yerga borganda pechat qo'yib qo'yadi, yetkazilganligi haqidagi va rasmga oladi kuryer, qayerga tovar tashadi. Ana shu uchalasini olib berdingiz. Shu uchalasini sizga sotuvchi kuryerdan olib bergandan keyin buni kargo kompaniyasini adminlarga yuborasiz. Adminlar shundan keyin ko'radiki, u rostdan o'zini skladiga tegishli yoki tegishli emasligini. Bu ham sizni o'sha ishingizni puxta bajarganingizni bitta belgisi hisoblanadi. Endi tovaringiz yetib bordi, bazadan ko'rsatdi. Deylik, hozir yaqinda 85-reysni qabul qildik biz o'zimiz, endi 86 ni olyapmiz. Har haftalik reyslar taqvimini tashab boramiz. Sizni tovaringiz 85 ga ulgurmadi, 86-avia reys bilan qabul qilindi. Shu kuni yetkazib beriladi deb sizga xabar keladi. Ana shu bot yoki saytda. Endi tovaringiz O'zbekistonga kelishini ana shu yuborilgan taqvim orqali ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni 86-reys deylik 28-avgust kuni kelar ekan. Demak 28-avgustga bir hafta bor hali. Xuddi o'shanday avia taqvimni ham o'sha bot orqali avtomatik sizga ko'rsatiladi. Endi tovaringiz Xitoyda qabul qilinib O'zbekistonga chiqarib yuborildi. O'zbekistonga kelgandan keyin tovaringizni kargo kompaniyalari har bitta tovaringizni ID'siga qarab, mahsulotingizni ajratib sizga alohida hisob yuborib beradi. Endi shu yerda yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Siz mahsulotingizni sotib olishdan oldin avia yoki avto yo'nalishga o'zgartirishingiz mumkin. Sizga deylik avia kompaniyadagi yukingiz avia yo'nalish orqali kelishi qimmat tushyapti. Siz avto yo'nalishda olib kelishni xohlaysiz. Endi avto yo'nalishda olib kelishni xohlagan paytingiz siz alohida avto orqali manzil olishingiz kerak. Bunda mahsulotingiz aviaga to'g'ri kelsa ham avtoda keladi. Endi siz ayrim mahsulotlarni aviaga urgansiz, u avtoga o'tib ketib qoldi. Buni ham sababi bor. Buni birinchi sababi sizning mahsulotingiz tarkibida batareyka bo'lishi, suyuqlik bo'lishi, magnit bo'lishi, seriya bo'lishi yoki gabarit bo'lishi. Ya'ni vesiga nisbatan kilosini ancha yengillik, vesiga nisbatan gabaritini ancha kattaligi. Agar mana shu holatlar kuzatilsa, sizning mahsulotingiz o'zi avtomatik ravishda avto yo'nalishga o'tib ketadi. Deylik siz 4 ta mahsulot buyurtma qildingiz. Uni ikkitasining tarkibida batareya, bittasining tarkibida batareyka bor, bittasining tarkibida magnit bor. Bittasi deylik sumka, yopishadigan, bittasi farzandingiz uchun birorta mashina, o'yinchoq, uni tarkibida batareyka bor. Endi o'sha ikkita mahsulotingiz avtoga avtomatik o'tadi. Siz zakaz qilgan deylik futbolkangiz yoki oyoq kiyimingiz bu avtomatik o'zi aviada keladi. Endi siz xohlaysiz, shu futbolkam ham, krossovkam ham arzonroq tarifda avtoda kelsin furada. Mayli avia kargo 7 kun, 8 kun, 10 kungacha kelyapti. Avto 15 kundan 22 kungacha. Mayli 15-22 kunda kelsin, lekin menga arzonroq kelsin. O'shanda siz yana kargo kompaniyalarini avto yo'nalishi bor yoki yo'qligini so'raysizda, ana shu avto yo'nalish orqali manzil va ID olasiz va mahsulotlaringiz hammasini ana shu avto yo'nalish orqali chiqartirasiz. Ayrim kargo kompaniyalarda avto yo'nalish uchun ochilgan ombor alohida bo'ladi. Ayrim kompaniyalarda qaysidir bir signal so'z bo'ladi, ya'ni oldiga qo'yadi, belgilab qo'yish uchun. Ayrimlarda yana umuman boshqa ID raqam berishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Bu hozir Tabo ilovasidan mahsulot buyurtma qilish va uni olib kelishdagi jarayonlar va muammolar haqida gaplashdik. Endi yana ko'p kuzatiladigan muammolardan biri mahsulotni umuman boshqa bo'lib kelishi.
deylik siz o'zingiz uchun ko'ylak zakaz qildingiz. Ko'ylak zakaz qildingiz, lekin sizga do'kon egasi umuman boshqa narsa berib yubordi. Futbolka berib yubordi yoki oddiy paypoq berib yuborgan holatlari bo'lyapti. Oyoq kiyim zakaz qilyapti, paypoq berib yuboryapti. Bunda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda to'g'ri Xitoy ilovalari xitoycha. Siz buni hammasini tushunmasligingiz mumkin, lekin uni screenshot qilib yoki Tab Translate Screen degan ilova bor. Undan foydalanish bo'yicha ham darslik pastga yuklaymiz. Ana shu ilova orqali siz sotib olayotgan magaziningizni va ilovangizni bemalol o'zingiz ona tilingizga tarjima qilsangiz bo'ladi. Ingliz tili yoki rus tiliga tarjima qilsangiz osonroq, o'zbek tiliga biroz chalkashroq chiqarib beradi. Lekin bemalol tushunib, undan foydalansangiz bo'ladi. Ana shu ilova orqali nima sotib olyapsiz? Birinchi o'rinda magazinga kirib ko'ring. Deylik tashqarida turibdi, aynan o'sha oyoq kiyim, siz xohlagan oyoq kiyim, boshqa magazinda 40 yuan, siz ko'rgan joyda 2 yuan turibdi. To'xta 2 yuan ekan bu magazinda deb kirib ko'rsangiz, qaraganingizda jadval turadi. Ularni ham hammasini ko'rsatamiz. Jadval turadi va mana shu jadvalda mahsulotlarni kategoriyasi turadi. Mana shu kategoriyada mahsulotlarni har xil turi va oxirida bitta dona o'sha paypog'i ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Aynan ana shu paypoqning narxini tashqariga qo'yadi. Bu ham marketing strategiya deyiladi. Xitoylarning o'ziga xos. Bitta magazinning ichiga ko'p qimmat mahsulotlarni qo'yib turib, bitta arzonni qo'yib turib, o'sha arzonini narxini tashqarisiga qo'yib sizni magazinga olib kirib olish maqsad. Endi siz ana shu joyda xitoycha yozuvlar bo'ladi. O'sha xitoycha yozuvlardan siz deylik paypoqni belgilab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Va kutayotgan narsangiz krossovka. Ertaga kelgandan keyin men krossovka sotib olgandim, lekin paypoq kelib qoldi. Bu sotib oluvchi, ya'ni siz tomoningizdan qilinadigan xato. Endi ikkinchisi sotuvchi tomonidan qilinadigan xato bor, ya'ni xitoylik tomonidan. Xitoylik nima qiladi? Sizni boshqa davlat fuqarosiligingiz va boshqa davlatdan sotib olayotganligingizni agar unda sal bo'lsa ham tushunchasi hosil bo'lsa, u sizni mahsulotni qaytarib berib yormasligingizni inobatga olib, firibgarlik qilishi mumkin. Ya'ni sotuvchi sizga umuman boshqa mahsulotni yuborib beradi. Bu sizni boshqa davlat fuqarosi bo'lganligingiz uchun emas, umuman Xitoyda bu narsa ko'p takrorlanib turadi. Agar siz Xitoyda bo'lsangiz edi, u mahsulotni qo'lingizga olishingiz bilan magazinga sirazi qaytarib отказ qilsangiz bo'ladi. Lekin siz O'zbekistondasiz, tovaringiz boshqa narsa kelib qoldi. Futbolka keldi, krossovka zakaz qildingiz, arzimagan, arzon narxli futbolka keldi. Nima qilasiz? Endi ana shu qabul qilgan mahsulotingizni track raqami bo'ladi. Ya'ni har bitta mahsulot ustiga qog'oz yopishtirib beriladi. Qaysi manzilga chiqarildi, qaysi sanada chiqarildi, nima narsa chiqarildi, hamma ma'lumotlar o'sha joyda bo'ladi. Ana shu mahsulotni qog'ozini ustiga yopishtirilgan etiketka qog'ozini rasmga olasiz va uni ichidagi mahsulotni rasmga olasiz. Keyin magazinga yuborasiz. Men sendan aniq sotib olgandim, krossovka. Lekin sen futbolka yubording. Rasmni yuborasizda, seni ustingdan Tabo hamjamiyatiga shikoyat qilaman. Agarda mahsulotni menga o'zini holatida chiqarib bermasang shikoyat qilaman deb unga ozgina negativ atsev yozaman deb unga ogohlantirish bersangiz agar, u sizga jiddiy qaraydida mahsulotni qayta chiqarib beradi. Yoki ana shu mahsulotingizni pulini 100% o'ziga qaytib tushirib beradi. Bu ham tajribamizda ko'p sinalgan va amaliyotda o'zini oqlagan uslub. Endi bularni ham hammasini Xudo xolasa sizlar bilan amaliyotda hammasini ko'rib chiqamiz. O'zimiz ko'rib chiqqanlarimizni ko'rsatib beramiz va sizni vaziyatingizda shu holat bo'lsa, uni ham ko'rib chiqamiz. Endi yana nima holat bo'lishi mumkin? Shunday holatlardan biri sinib qolishi mahsulotingizni. Kecha yaqinda bitta mijozimizni mahsulotlarini Xitoydan buyurtma qildik. Kosmetik apparat, uni ustidagi plastmassa qismi, yelimdan quyilgan plastmassa qismi sinib kelgan. Unga ziyon yetgan. Biz ana shu singan holatdagi rasmini oldik, ishlab chiqaruvchiga yubordik. Ishlab chiqaruvchi bizga yangi ana shu qismini o'zini yangi holatda yuborib berdi. Agarda buni mutaxassis bo'lmagan, tajribasidan o'tkazmagan odam bo'lsa, o'sha sini holatda keldi deydi, ishlatadi.
vaholanki u narsani yoki boshqa magazindan qayta zakaz qiladi. Boshqa buyurtma qilgan taqdiringizda ham u pulga beradi. Lekin ishlab chiqaruvchini o'zini aybi bilan upakovkasini yaxshi bo'lmaganligi uchun singanligi sababli sotuvchini o'zi aybdor bo'ladi bunda. Endi sotuvchi aybdor bo'lgandan keyin u o'zini aybini mana shu yo'l orqali yuvadi. To'g'ri, sizga kargo puli biroz qo'shimcha bo'lishi mumkin, lekin pulingizga 100% kuymaysiz. Bunda ham qanchadir pul tejab qolinadi. Bularni ham hammasini sir-sinoatlarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Endi bu hozir Pinduoduo va Taobao ilovasidan mahsulot buyurtma qilishdagi umumiy bir jihat edi. Bularni hammasini tushuntirib o'tdim. Endi alohida yondoshishimiz kerak bo'lgan 1688 ilovasi haqida gaplashamiz. 1688 ilovasi qanaqa ilova o'zi? 1688 juda ko'pchilik eshitgan Xitoydagi ishlab chiqaruvchilar mavjud bo'lgan hamda Optim, ya'ni ulgurji sotuvchilar mavjud bo'lgan eng katta marketplace hisoblanadi. 1688 da juda ko'p mahsulotlarni eng arzon narxida qo'yishadi. Boshida takrorlaganimdek, balki 1688 dagi mahsulotni boshqa ilovadan gaplashib arzonroq olishingiz mumkin, deylik Taobao yoki Pinduoduoda. Lekin aksariyat holatda 1688 bu optimchilarning joyi. Deylik, bizda O'zbekistondagi optimchilarning joyi Toshkentda O'rizor, Abu Sahiy bo'lsa, bu yoqda o'sha 1688 marketplace. Ya'ni Xitoydagi hozir juda ko'p offline do'konlar deyarli 90% dan ortig'i, balki 99% dir, hammasi marketplace ga kirib ketgan. Ya'ni o'zini mahsulotini marketplace orqali sotadi. Xuddi shunday 1688 ga ham katta-katta zavodlar, korporatsiyalar kirib borgan. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotingizni minimalniy narxda u yerdan ko'rishingiz mumkin. 1688 yaxshi tomoni yana shundan iboratki, unda mahsulotni deylik bittadan 50 tagacha olsangiz nech pul qilib beradi? 50 tadan 100 tagacha olsangiz qancha qilib beradi? 100 tadan 10 mingta, 5 mingta bu yoqqa ketaveradi. Sizni oladigan mahsulotingizni soniga qarab narxlar tushib boraveradi. Bu ham yaxshi bir uslub. Deylik, ko'pchilik bilmaydi, 1688 ni o'zidagi narxni ham tushirsa bo'ladi. Ya'ni bu bo'yicha ham biz darslik tayyorlaganmiz. Uni ham sizlarga xudo xolasa yuboramiz. 1688 dan men o'zim juda ko'p mahsulot buyurtma qilaman va har doim e'tiborli bo'linglar. Mahsulot buyurtma qilishdan avval albatta sotuvchi bilan gaplashinglar. Sotuvchi bilan gaplashib, mahsulotni to'liq mahsulot haqida informatsiyasi va rasmi, o'zini original rasmi, turgan holatdagi rasmi va videosini ham olinglar. Ya'ni xo'p, men 10 kunda tayyorlab beraman dedi yoki bir haftada. Siz 30% dan ortiq pul tushirib bermang. 30% ni tushirib bering, tayyorlab ber. Mahsulot tayyor bo'lgandan keyin qolgan 70% tushiraman, mahsulotni manzilimga chiqarib berasan. Imkon qadar Xitoy ichidaman deb gaplashinglar. Ya'ni kargo kompaniya orqali olib keltiraman emas, men o'zim Xitoydaman. Xitoyga olib keltirib ber. Shunda sizga nisbatan xitoylik sal jiddiyroq yondashadi. O'rtadagi поставщик orqali olib kelingan mahsulotga nisbatan siz o'zingiz Xitoyda bo'lib sotib olayotganingiz bir muncha balandroq hisoblanadi. Shuning uchun mahsulotning original videolarini oling. Hamma narsaga ishonchingiz komil bo'lgandan keyin, aynan siz o'ylagan mahsulot ekanligiga ishonchingiz komil bo'lgandan keyin to'liq aplatani qilib, mahsulotingizni bemalol kargo yoki logistika kompaniyasini skladiga chiqartirsangiz bo'ladi. 1688 ni yana bitta yaxshi tomoni bor. Bu zavodlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqish imkoniyati. Ya'ni siz sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotingizga to'g'ridan-to'g'ri zavodga aloqaga chiqib buyurtma bersangiz ham bo'ladi. Endi keyingi ilovamiz, alohida yondashamiz bunga ham, bu WeChat ilovasi. WeChat ilovasi Xitoyda ham Telegram, biz O'zbekistondagi, ham WhatsApp, ham Instagram vazifasini bajaradigan bir mukammal ilovalardan biri hisoblanadi. Bu ilova Xitoyda suhbatlashishdan tashqari mahsulotlaringizni qo'yib sotish, o'zingizning videolaringizni, xizmatlaringizni hammasini qo'yib sotishni ham yo'lga qo'ygan.
Ya'ni siz o'zingiz xohlagan ishlab chiqaradigan mahsulotingizni WeChat ga joylab, o'shani o'zidan sotsangiz ham bo'ladi. Chunki buni o'zini ichida ham to'lov tizimlari ham bor. Xuddi Alipay kabi bunda ham bemalol yuan orqali to'lov tizimi orqali, yuan to'lov tizimi orqali bemalol to'lovlarni amalga oshirib ishlatsangiz bo'ladi. WeChat ilovasini juda ko'pchilik biladi. Brend mahsulotlar sotib olish bilan aynan WeChat ilovasi juda mashhur. Sababi hamma Guangzhoudagi, asosan Guangzhouda brend mahsulotlar sotish magazinlari, joylari, Guangzhoudagi deyarli hamma yetkazib beruvchi, ya'ni sotuvchilarni WeChat ilovalari bor. Siz mahsulotni WeChat orqali gaplashasiz, undan rasmlarni so'raysiz, magazinning ichiga kirib bor mahsulotlar bilan tanishasiz, narxlarini ko'rasiz, kataloglarni olib, kataloglarigacha tanishib chiqasizda, u yerdan to'lovni amalga oshirasiz va mahsulotingizni kargo kompaniyasiga yana chiqartirasiz. Yangi bizni kuzatayotgan odamlarda savol tug'ilishi mumkin. WeChat ilovasida gaplashish qanaqa bo'ladi o'zi degan. WeChat ilovasida asosan Xitoy tilida, inglizcha yoki ruscha gaplashsangiz bo'ladi. Deyarli o'zbekcha hali biz gaplashmaganmiz. O'zbek tilida ularning ham tarjimasi to'g'ri chiqmasligi mumkin. Xuddi shuning uchun WeChat ilovasida gaplashayotgan paytingizda Google Translate dan foydalanasiz yoki Tab Translate dan foydalanasiz. Keyin bu WeChat ilovasini o'rnatish, unda ishlab chiqaruvchini kontakti bilan qanaqa bog'lanish, qanday qilib WeChat dan mahsulot qidirish va sotib olish bo'yicha hamma qo'llanmani tayyorlaganmiz. Uni ham sizlarga pastda yuboramiz, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Mahsulotni sotib olishdan oldin boshqa programmalardan, Tabodan bo'lsin, 1688 dan bo'lsin, Pinduoduodan bo'lsin, sotib olishdan oldin ularni WeChat kontaktini olib qo'ysanglar ham zarar qilmaydi. Ya'ni o'zini chatiga kirib gaplashganingiz ham bir anaqa foyda. Uni WeChatini olib turib, WeChat orqali uni qabul qilib, keyin WeChatda gaplashganingiz yana bir ustunlik, yana bir foyda. Ertaga deylik siz o'sha magazinni o'zini yo'qotib qo'ydingiz, lekin sizda uni WeChat kontakti bor. Sizga o'sha mahsulot qayta kerak bo'ldi, siz WeChat kontakti orqali bemalol mahsulotni qayta buyurtma qilsangiz bo'ladi. Yana bir narsa, WeChat o'rnatish juda ko'pchilikda blokka tushib qolyapti, qayta uringanligi sababli yoki SMS kelmayapti. Yoki WeChatdagi o'sha QR kod bo'ladi. Ana shuni tasdiqlab berish kerak bo'ladi. Bu tasdiqlab beradigan boshqa WeChat egasi, siz yangi ochayotgan bo'lsangiz, bu WeChat egasi 6 oydan ortiq WeChatini ishlatgan, 6 oy davomida biror marta ham blokka tushmagan va 1 oy davomida sizdan boshqa odamni WeChatini skanerlab bermagan bo'lishi kerak. Bu do'stlik anaqasi yordami deyiladi. Ya'ni sizni WeChatingizni skaner qilib, tasdiqlab o'tkazib beradi. Bularni ham hammasiga biz o'zimiz yordam beramiz. Agarda siz WeChat o'rnatib, WeChatdan foydalanadigan bo'lsangiz, juda ham afzallik tomonlari ko'p. Juda ko'p magazinlar, juda ko'p yangiliklar, xuddi siz misol uchun TikTokda video ko'rganingiz kabi, TikTokdan video ko'rib nimadir yangilik olib yoki ko'ngilochar nimadir ko'rganingiz kabi, WeChatga ham qisqa endi asosan ko'ngilochar narsadan ko'ra o'zini savdoga oid bo'lgan, sotuv bilan ishlatiladigan va ana shu qaysidir mahsulotni qanaqadir ustunligi yoki ishlatish uslubi, shularni qisqa ko'rinishda WeChat ilovasiga xitoyliklar doimiy joylab boradi. Nafaqat hozirgi kunda xitoyliklar foydalanyapti WeChatdan, balki boshqa davlatlarda ham foydalanyapti. Biz O'zbekistonda ham juda ko'pchilik WeChatdan foydalanyapti, ya'ni Xitoy bilan savdo qilishni osonroq qilish uchun. WeChat ilovasi bugungi kungacha 1 milliarddan ortiq odam foydalangan eng ommabop ilovalardan biri hisoblanadi. Siz WeChat orqali xitoylikka bemalol telefon qilib, video orqali o'zingiz sotib olayotgan mahsulotingizni asl ko'rinishi, uni qanaqaligi, hammasini bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. WeChat ilovasi haqida gaplashdik, endi Alipay ilovasi haqida gaplashamiz. Alipay ilovasi Xitoydagi eng ommalashgan to'lov tizimi hisoblanadi. Alipaydan siz O'zbekistonda turib ham bemalol to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Va Xitoyga borganingizda ham sizga bu narsa yordam beradi. Alipaydan foydalanishda
birinchi o'rinda siz o'sha o'zingizni telefon nomeringiz orqali registratsiya qilasiz yoki avval siz Tabo ilovasini ochgan bo'lsangiz, Alipay'ni registratsiya qilayotganda Tabo orqali registratsiya qilib olsangiz bo'ladi. Yana bitta narsani boshida aytmabman. Taboni ochgan paytingiz, agar siz Taboga kod kelmasa, Taboni ochayotgan paytingizda birinchi Alipay'ni ochib olib, Alipay'ga kod kelishi juda oson. Ya'ni siz nomeringizni kiritganingizdan keyin kod kelish kerak 6 xonali, shu kelishi juda oson Alipay'ga. Birinchi Alipay'ni ochib olib, Alipay'ni tasdiqlatib ro'yxatdan o'tkazgandan keyin Taboni ochib turib, Taboni Alipay orqali ulab olsangiz bo'ladi. Endi Taboni ochdingiz, nomer kod keldi, uladingiz, Alipay'da Tabo orqali ochdingiz. Endi 1688 ni ham Tabo orqali ochib olishingiz kerak yoki Alipay orqali. O'shanda sizni Alipay ilovangiz ham 1688 ga ham Taboga integratsiya bo'lib ulanadi. Ya'ni siz to'lov qilayotganingizda bular alohida bo'lib qolmaydi. Agar siz hammasini alohida ochadigan bo'lsangiz, bir-biriga integratsiya bo'lmagan hisoblanadi-da, to'lov qilayotganingizda Alipay orqali qila olmaysiz. Yo Taboni o'chirib tashlab boshqatdan Alipayga ulab ochishingiz kerak yoki Alipayni o'chirib tashlab Taboga qayta ulashingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday siz Taboni ochgansiz, yuqoridagi darslarda siz bilan ko'rib chiqdik. Endi Alipayni ochdingiz. Alipay kodi kelib tasdiqladi. Endi siz buni o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib, o'zingizga shaxsiy akkaunt yaratishingiz kerak bunda ham. Shaxsiy akkauntni yaratish uchun Alipay shu o'ng tomondagi smaylikcha orqali kirib tepadan o'zingizning ismingiz, familiyangiz, keyin pasportlaringizni, jinslaringizni yozib to'ldirib chiqasiz. Pasportingizni skanerdan o'tkazasiz va yuzingizni Face ID'ingizni ham o'tkazasiz. Face ID'dan tasdiqlagandan keyin sizga shaxsiy akkaunt ochildi hisob. Endi uni QR kodi bo'ladi. Ana shu QR kodi orqali siz boshqa Alipaydan o'zingiz Alipayingizga pul o'tkazishingiz kerak. Agarda sizga xuddi shu holatda boshqa odamdan mabodo pul tushmasa, avval unga do'stlik yuborib, tasdiqlashib, bir-biringlarni ya'ni begona emas, do'st sifatida qabul qilishingiz kerak va shunda doimiy uni ichida ham o'sha chat ko'rinishda yozishingiz bo'ladi va Alipayda ham bemalol boshqalar bilan yozishib, rasm, boshqa har xil nimalar yuborsangiz bo'ladi bunda ham. Lekin Alipaydan kiyim-kechak, har xil narsalar sotib olmaysiz. Faqat bundan temir yo'lga, poyezdga, samolyotlarga, har xil taksilarga, boshqalarga buyurtmalar berishingiz mumkin, lekin marketplacelar kabi mahsulot sotib ola olmaysiz. Keyin yana bir narsani aytib o'tay. Alipay ochayotgan paytingizda qog'ozli pasport bo'lishi kerak, ya'ni yangi chiqqan ID emas, zagran pasport yoki yashil pasport bo'lishi kerak bo'ladi. Bularni ham hammasini amaliyotda tartibi bilan tushuntirib, ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Endi yana bir ilovamiz Poison ilovasi hisoblanadi. Bu Poison Xitoyda juda ommalashgan. Keyin biz o'zimizni qo'shni mamlakatlar, Qozog'iston, Rossiya davlatlarida ham juda ham ommalashgan platforma hisoblanadi. Poison qanaqa ilova? Hamma mahsulotni originalini topsangiz bo'ladi. Original eng sifatlisini topasiz. To'g'ri, biroz qimmat, lekin eng sifatlisini, ya'ni Xitoydagi mahsulotlarni eng sifatlisini topib olasiz. Poison orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun Poison bo'yicha ham darslik tayyorlaganmiz. Ularni ham pastda videolarini navbati bilan joylaymiz. Poison asosan brend mahsulotlar sotib olish uchun Poison, WeChat va Tabo, Pinduoduo ilovasi hisoblanadi. Mana shu uchala platforma orqali siz mahsulotlaringizni sotib olib, ya'ni brend mahsulotlaringizni sotib olib, sifatli buyumlardan foydalanishingiz mumkin. Shu bilan nazariy darslarimiz yakuniga yetdi. Yuqorida sanagan barcha ilovalarni nazariy qismlarini sanadik. Endi amaliy qismini pastda videolar orqali sizlarga tushuntirib boramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha